Iye, assalomu alaykum pochcha. Assalom, Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Qani keling. Madi tayyor bo'lgan bo'lsa ketardik. Tayyor bo'lguncha keling, choy ichib turamiz. Keling. Qale, yaxshi keldingizmi? To'lqinjon, ishxonada ham ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ha, yaxshi. O'zi yaxshimisiz? Allohga shukr, yaxshiman. Adamlar ko'rinmaydilar? Ha, adangiz ishda edilar. Hozir ozgina o'tirsanglar kelib qoladilar. Yo'q. Biza vaqtliroq borishimiz kerak edi. Voy, pochcha, o'tiringlar ozgina. Voy, cho'lari qolmabdi-yu, quyib ber. Voy, choy qolmabdi aka, men damlab kelaman. O'tir, men o'zim. Yo'q aka. Jahon ovora bo'lmagan. Ovoragarchilik yo'q, aka. O'tirib turing, hozir men kelaman. Ishxonada ham shunaqa qiladi. Choy ichasizmi, kofe ichasizmi? Tinmaydi. Voy, rostdanmi? Ha, yaxshi. Jahongir, sen ishga bormadingmi? Bordim. Nima kelib olding bir pasta uyga? Oy, men unaqa ishda ishlolmayman. Zax. Shamollasam, nima bo'ladi keyin? Sen shunaqa deyishga uyalmaysanmi? Ha? Yo, adang senga yana qancha ish topib bersinlar? U ishni bunaqa deysan, bu ishni bunaqa deysan, hammasidan ayb topasan. Ha, endi bo'ldi, yosh bolamassan-ku, bitta yaxshi ish topib boshini ushashing kerak ishni. Sani adangga rahming kelmaydimi? Shu yoshda ikkita ishda ishlab yuribdilar. Seningni erga berayotganda pochcham nima ish qilar ekan deb rosa surishtirding, qancha pul topar ekanlar deb. Ha, ertaga men ham sovchilikka boradigan bo'lsam, o'g'lingiz nima ish qiladi desa nima deyman? Ko'chada ani o'rtoqlari bilan sang'ib, semishga chaqib yuradi, g'irt bekorchi deymanmi? Pochchamdagi ish bo'lgani o'zim bilardim. O'sha pochchangning ishi ham osmondan tushib qolmagandir. O'sha harakat qilgan pochchang keyin erishgan shunaqa ishga. Sen ham harakat qilishing kerakmi? Ish ekan deb hamma ish qilib ketavermaydi-yu, oyi. Bir to'lasi yaxshi ish toping. Keyin bir gap bo'lar. Bu yoshingda-chi, uyda men bunaqa cho'zilib yotishga sal uyalgin, xo'pmi? Endi shu uyda yotganim ham ko'zingizga ko'rinyaptimi? Yotib bo'lmaydigan bo'lib qopti uyda ham. Yotishi ham vaqt soati bor. Ishlaydigan paytda ishlash kerak odam. Yotadigan paytda yotadi keyin. Sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Nima? Faqat yo'q demaysiz. Xo'p. Bilasiz, akam ishsiz. Adam bilan oyim qancha ish topib berishsa ham ishlarini topib ketolmayaptilar. Akamni oldingizga oling. Bo'lmaydi, Madina. Qudachilik degan narsa bor. Ishxonada qattum gapirib qo'yishim mumkin. Qo'y. Ortiqcha gap so'z kerak emas. Ko'taradilar gapingizni. Siz aytganingizni qiladilar akam. Zora bahona yo'llarini topib ketsalar. Yo'q men. Faqat akangga tushuntirib qo'y. Ishxona. Ishxonada qaynim emas. Oddiy ishchi bo'ladi. Shunga rozi bo'lsa mayli. Rahmat. Cho'ntagimda pul, krossovkamda loy, limited edition Nike kiydim hoynahoy. Chap cho'ntagim qum, o'ng cho'ntagim moy. Bugun tuni kun ishladim men ertaga boy. Ma'lumot moliy, o'zim xohlagan soha, hamma joyda xuddi uyda vodiy yoki voha. 20-soat mana dam olganim yo'q hali. Shuning uchun ham boyman yonimdagi bro ham. Xalatilni to'la qo'lla doim bo'lsin ker. Uyga qizg'onmaysan doim qizg'on sen ham o'zingga. Uyda birinchi yordam o'zimga kerak. Bu italyanskiy. Xullas esingda qoldi. Italiya, Belgiya, Rossiya, Turkiya, Xitoy premium. Esingda qoldimi? Ha, qoldi. Yur endi sklad ko'rsataman. Qattan shuncha narsa esimda qoladi. Aka, bu qanaqa sifatlimi? Bu yaxshi bundan ham siz bo'ladi. Ma'milarichi? Boshqa variantlari ham bor. Xohlasangiz narada ko'rsatib o'raman. Yuring ko'rsatingchi. Bo'ldi, hozir o'tiring, men ko'rsatib o'raman.
Jahon turani qolganini ham olib chiqish bor klientning mashinasiga. Hozir aka. Tur. Hozir olmani. Suvmi cho'li? Turasanmi? Hop, turaman-dimu. Okey. Brat, ne shu beradilar sizlarga o'ylang? Kim, To'lqin akammi? Ha? Beraladi. Ay, turing aka, begin emasmi? Bilmaysizmi deyman men kimliklarini? Yo'q. Mani singlim olganlar-yu. Yo'q. Ha? Yo'q. O'shaning uchun turing, nech pul beradilar? Prosta kam ta'minlanganlarga berganda olib berar ekanlarmi deyman-da. Beraladi, qo'yaver. Hozir mijoz keldi. Jahon bu yoqqa qaror. Hov! Telefoningni berib tur. Manakinim? Zo'r telefon, ha? Ha. Kim olib bergan? Odam. Ma. Mana adam. Olamdan o'tib ketganlarda hali maktabda o'qirdim. Onam, singlim, ukam yolg'iz qolganmiz. Maktabda darsda o'tirganimizda o'qituvchi, direktor kirib kelardi. Kam ta'minlanganlar o'rnidan tursin deyishardi. Butun sinf bo'yicha bitta men turardim. Men kam ta'minlangan edim. Ular bergan kurtka bor edi. Butun maktabda bolalarning ichida ajralib turardim kiysam. Xuddi tamg'aga o'xshardi. Ular bergan kurtka tanamni istardi. Lekin ichimdan baribir so'yirdim. Sening sandan qolgan kiyimlarni kiyganmi? O'g'il bolaning kiyimini? Yo'q. Mani singlim kiygan. Majburligidan. Kam ta'minlanish uydagilar aytgan uchun ishlash emas, uyingdagi kerakliging uchun ishlash. San tengila futbol o'ynab yurganda bozorga chiqib choy sotish, o'zing bola bo'lib turib, bolam mandaka o'qimasin deyish. Mana shu kam ta'minlanish. Sen 3 kun ishlagan joyingda pul kam deyapsan. Issiq joy, tayyor ishxona, ovqatingga hech kim pul so'ramaydi. Kam ta'minlanish faqat pul bilan emas, inson farosatdan, g'ururdan, mas'uliyatdan ham kam ta'minlanishi mumkin. Endi aytchi, ertaga bolalaringni, o'rtoqlari kam ta'minlangan deyishini xohlaysanmi? Yo'q. Unda erkaklik mas'uliyatini bo'yningga olganda ishlagan. Hop. Tushundim sizni. Ertaga shu vaqtga boraman, pochcha. Yaxshi Hop, dam mayli, olinglar. yaxshi to'laylik. Mayli, hop. Akam o'zgarib ketibdi. Tarbiyalab qo'yibsiz-ku. Men tarbiyalamadim akangni. Akang bolalari uchun o'zini o'zi tarbiyalayapti.
Rahmat kattakon. Ketamizmi?